Hozir sizga aytadigan gapimni hali hech kim bilmaydi. Bu sir, lekin sizga aytishga qaror qildim. Bilasizmi? 1 yil mobaynida 12 ta kursda qatnashganman. Kuchli ilm mutaxassislaridan ilm olganman. Natijaga chiqqan, zo'r, yuqori natijalarga chiqqan insonlardan ilm olganman. Va menda hech qanaqasiga natija bo'lmagan. Aytilgan vazifalarni vaqtida bajarganman, vaqtida hammasini joyida bajarganman. Lekin qandaydir menda umuman na o'sish bor, na rivojlanish bor, umuman natija yo'q. Ko'p o'ylaganman va endi o'zimda fikrim bo'lganda o'sha vaqtda aytganmanki, nahotki bularda hammasi shunaqa mashinik bo'lsa, katta pullarga shunchaki ilm ulashib, shunchaki mashiniklik qilishsa deya fikr o'tkazganman. Va ustozimning oldiga borganman. Mana shu holatda ayb o'zimda ekanligini tan olganman, his qilganman. Ya'ni o'sha ilm olgan, o'rgangan ustozlarimni ustoz darajasida ko'rmaganman. Mendan yosh kichik, men buni bilaman. Men bu aytayotgan narsalarni bilaman. Bilaman degan narsa bilan ilm olganmanda, xullas o'sha o'rgatgan insonlarni ustoz darajasida ko'rmaganman, hurmat qilmaganman. Hatto ustoz demaganman. Lekin o'sha yoshi kichik bo'lsa ham mendan yuqori natijalarga chiqqan, mendan zo'r natijalarga chiqqan insonlarni ilmlarini hurmat qilmaganman. Shu holatni tan olaman. Va shu narsani aytib o'tamanki sizga, siz hozir qaysi ustozdan qanday ilm olyapsiz, nimalarni o'rganyapsiz, o'sha ustozni ustoz darajasida ko'ring. Hurmat qiling, minnatdor bo'ling undan ilm olayotganingizga. Mana shunda sizga ilmlar yuqadi. Mana shu holatda siz natijaga tezroq chiqasiz. Men bu xatoni qilib 1 yil umrimda bekor sarflaganman. Aybimni tan olib, keyin ilmlar yuqishni boshlagan. Mana shundan keyin ilmlar menga yuqishni boshlagan. Mana shu holatdan keyin, tan olganimdan keyin, ustoz darajasida ko'rganimdan so'ng menda natijalar chiqishni boshlagan, natijalarga erishishni boshlaganman. Bu xatoni siz qilmang. Ustozni ustoz darajasida ko'ring. Yaxshimi, yomonmi? Sizdan yuqoriroq natijaga chiqqan, qanday chiqqan, nimalar qilgan, qanday ilm olgan, qanday fakt, qanday qilib degan savolni berib, siz ham asta-sekinlik bilan undan da zo'r bo'lishga harakat qiling.